Salomat bo'ling. Mana o o'ynagan asal qizlarimizga alohida rahmat. Katta qiz bo'linglar. Oting nima seni? Isming kim? Isming Sanjarjon. Sanjarjon? Sanjarjonmi isming? Mani o'g'lim oti-yu Sanjar. Isming kim bolam? Feruza. Shunaqa degan Feruza bor. Asal qizim. O'tirib olasizlarmi, shu turaverasizlarmi? Nima qilamiz? O'tirib olamizmi? Turamiz shu yerda. Turaveringlar, sizlarga mumkin. Zamon shularniki, nima deysiz? 21-asr kelajagimiz shular. Bular-ku qiz bolalar, odobli, chiroyli, o'g'il bolalarni aytmaysizmi? O'zbegimni bolalari. O'g'il bolalari hozir suvga olib borib, sug'ormay olib keladigan bo'lgan. Meni ham o'g'lim bor bittagina, Sanjarjon dedi-yu, oti Sanjar. 6 yashar bo'lyapti. Xudoni balo qazosi. Shunaqa men tugur buvasi bilan momosini ham suvga borib sug'ormay olib keladi-da. Shunaqa bola bo'lgan. Telefon chiqdi, balo chiqdi-da hozir bolalarga. So'qda ham bolalar telefon tutadimi, yo'qmi? Kichkina bolalar tutadimi? Shunga ehtiyot bo'linglar. Shu ishdan kelsam 5-6 ta bola shu o'ralib olgan o'rtada telefon. Hammasi nimanidir tomosha qilyapti-da. Men aytdim, nima tomosha qilyapsanlar dedim. Desam, o'zini bilmadimi nima tomosha qilayotganini ovozdan eshitilib qoldi. Bolalar yig'ilib olgan. Mana shunaqa bo'lar ekanda. Quloqdan cho'zib, qo'lidan telefonni olsam, Nupagadini yangisini ko'rayotgan ekan. Kelajagimiz bular, ko'z tegmasin, boriga shukr. Bizning xalqimiz, millatimiz konsert bo'ladi desa, hamma nima balo? Kimdir ovozing o'chsin dedi-da. Hammadan oldin bola chaqasi bilan yugurib keladi bizning xalqimiz. Nimaga farzandlari bilan kelishadi desam, ayollarimiz boshlar ekan bu ishni. So'qda ham xuddi shunaqa men bilaman. Bechara mana erkaklarimiz o'tirishibdi, aka-ukalarimiz. Erkak kishiga konsert kerak emas-da. Xotini qo'ymaydi-da, xotini. Dadasi, yuring konsertga boraylik. Ovqatini pishirib qo'yibdi konsertda. Kimlar kelar ekan? Voy, ani Melisani ansambli kelar ekan, O'tkiram kelar ekan, Uchqun ham kelar ekan. O'tkir bilan Uchqun kelar ekanmi? Svolichlar. Ular hech so'qqa kelmagan-u. Voy, kelibdi dadasi, hamma stadionga ketyapti. Yuring boraylik desa, ayollarim sizlar baraka topasizlar-da. Hushyorsizlar-da. Aytadi, bolalarni kiyintirib ularni olib ketamiz. Ikkalamiz bormaymiz-ku patrushka qilib, ya? Qo'ni-qo'shnilar aytmaydimi bularni bola chaqasi qayerda qoldi deb. Kiyintir desa, ayollarimiz chaqqon. Dadasi bolalarni 4tasi ketdi konsertga, borib joy olib turadi. Ani 3tasi mashinangizga chiqib o'tirishibdi. Ani 2tasi maktabdan kelsin, ularni olib ketamiz. 5-yiga Hasan Husayn egizaylaringizdan xavotir olmang. Ovqatini berib qo'ydim. Kelganda yana qarayveraman. Konsertni boshlaymiz, qarasak aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, o'g'il qizlari bilan, Xudo bergan boyligi bilan tizzalari to'lib, bag'rlari to'lib o'tirishadi. Bizning xalqimiz ana shunaqa bolajon, serfarzand xalqimiz. Hammalari bugun xursandchilik qilish uchun, ana shu xayriya konsertiga hissa qo'shish uchun qadam ranjida qilishgan. Oilada o'g'il bola ko'p bo'lgani yaxshimi, qiz bolami? Bu ham, ha? Biz erkaklar sal noshukurmizda. Oilada 5 ta qiz tug'ilsa, darrov erkak kishi xafa bo'ladi. Voy-vo, namuncha hamma yoq qiz bosib ketdi. Oshna oilada 4 tadan 5 tadan o'g'il bola tug'sa o'lasanmi? Teskarisi bo'lib 5 ta o'g'il bo'lsa, yana noshukurda er. Voy-vo, hamma yoq bir xil sovuq basharalar. Debda chiroyli qiz tuqqin, uyga go'zallik kirsin. Men o'zim ham shunaqa edim. 3 ta qizli bo'lganimda rosa xafa bo'ldim. Onaxonlarimiz xafa bo'lishmasin. 3 ta qizli bo'lganda rosa xafa bo'ldim. Namuncha qiz tug'averasan, qachon o'g'il tug'asan dedim. U yoqdan-ku hammasi. Shunda onam rahmatli bitta zo'r gap aytdilar. O'tkirjon bolam, bir gap aytaman, sabr qilgin. Qizni bergan o'g'ilni ham beradi dedilar. Men aytdim, Xudoga shukr, meni beryapti, tirnoqqa zor qilma desam, men bitta gap aytaman, quloqingda qolsin dedilar. Nima gap desam, maqol aytdilar. Onam zo'r maqol bilar ekanlar. O'g'il bola, bola emas, bola bo'lib mol emas dedilar. Men aytdim, stop. Ona, stop. Sizni boqayotganman.
Sovg'a salomlarni olib kelib beradiganman. Sizga 5-10 berib turadiganman. Kelin bilan jig'inlashib qolsangiz, siz taraf bo'ladiganman. Mashinamga o'tkazib ziyoratlarga olib boradiganman. Endi o'g'il bola emas, bola emas bo'ldimi desam, yo bolam, shoshilma. Hali o'g'illigan bo'larsan. O'g'ling 5-6 yashar ham bo'lar. Ana shunda shu maqolni eslaysan dedilar. Astagfirulloh, onalar bilib aytar ekanda. Xudo o'g'il berdi, mana 6 yashar bo'ldi. Endi sezyapman onamning maqollarini qanchalik aqlliligini. Yaqinda chet elga bordim. O'g'il bola ekanda. Chet eldan uyga telefon qildim. Trubkani o'g'lim ko'tardi. Men aytdim, o'g'lim, men chet eldaman, ertaga Toshkentga uchaman. Sovg'aga nima olib boray desam, o'g'il bolada sanab ketdi-yu spiskani. Dada, iPhone olib keling, iPod olib keling, iPad olib keling, planshet olib keling, notebook olib keling. PlayStation olib keling. Hay, o'g'lim. Stop. 3000 dan oshib ketyapti, o'g'ilcha. Bizda unaqa pul yo'q. Men opang yoningdami, opangga ber, 2 og'iz men gaplashib qo'y desam, ayollar ishonasizlar, trubkani qizim oldi. Men aytdim, qizim, men chet eldaman. Xudo xolisa ertaga Toshkentga uchaman. Sovg'aga sizga nima olib boray desam, qizim bir og'iz gap gapirdi. Ishonasizlarmi ayollar? O'tirgan joyimda yig'lavordim. Qizimga nima olib boray desam, qizim, dadajon, menga hech narsa kerak emas. Sog' salomat eson-omon kelsangiz bo'ldi dedi. Xursand bo'lib ketdim. Qiz bolada qarang, hech narsa kerak emas deyapti, lekin o'g'il svoloch. Yonida turib trubkaga baqiryapti. Dada, o'zingiz kelmasangiz ham iPhone bittadan berib yuboring. Men aytdim, ha, onam aqlli gap aytgan ekan, o'g'il bola emas deb. Yo'q, oilaga o'g'il ham kerak, qiz ham kerak. Sababi jamiyatimizga ana shunaqa o'g'lonlar, qizlarimiz kerak, aqlli, xushli kelajakni barpo qiladigan, kelajakda as qotadigan farzandlar kerak. Iloyim bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, bolajonlarimizga ko'z tegmasin.